Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan barcha mo'min musulmonlarga xudo xolasa biznesimiz Yazablok apparatlarimiz xudo xolasa o'zimizning sexga kelganmiz bugun. O'zbekiston davlati Toshkent poytaxtimizga kelganmiz, o'zimizga ochgan seximizga xudo xolasa. Bu yerda men tanishtirib o'tadigan bo'lsak, albatta mishalkamiz. Eng asosiy komplektga kiradigan narsamiz mishalka. Bu yoqda mana suv yo'nqislarimiz. Suyunkislarimizdan mana bu tenlari ham bor, bu yerda yana olovga ham sidina qilib moslashtirib qo'yganmiz. Endi bu yerda asosan o'tin shunaqa mahsulotlar yoqilyapti, turkka nisbatan ancha yaxshi tezroqligini hisobiga olovni isitayapmiz xudo xohlasa. Bu yerda mana mishalka, suyunkislarimiz, bu yoqqa ketadigan bo'lsak, qoliplarimiz boshlanamiz. Hozir bu yerdagi akalarimiz 40 ta qolipimiz bor. 40 ta qolipni chiqarib olishdi. Soat 10 atrofi hozir. Bugungi kunimiz juma kunimiz. Juma kuni. Mana oxirgi chiqqan qolipni ham ishib qo'ygan xudo xolasa. Ishib chiqishlari ham o'ta me'yorida ishib chiqqan. Bundan oshqaligi mahsulotimiz kechib ketishi, bir oy bo'lib qolishi kam xudo xolasa. Bu yerdan ko'rsatish mumkin. 40 ta qolipimiz ketgan. Bu yerda mana kesib olib o'tib qo'ygan. Kesish boshlandi. Kesishlarni ko'ryapsiz, xudo xolasa. O'ta idealniy holatda bo'ladi. Burchaklari ham hamma yo'q. Bularimiz avtomatik riskada kesilyapti hozirlarimiz. Bu yerdagi liniyamiz qo'l avtomat liniya. Ishlar kesilish holatlari, haramlari o'ta chiroyli holatda. Ikkinchi qolipimizni kesib chiqarib olishdi. Kesadigan apparatlarimiz bu yoqdan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek bu yerda qo'l avtomat liniya. Endi bu qo'lli avtomat, rучной variant, qanaqa variantni kerak deydigan bo'lsa, xudo xolasa aytgan variantni chiqarib o'rnatib beramiz. Ko'rib o'tganingizda u yoqdan quyilib keladi. Bu liniyamiz o'tadi. Bu qanaqa qolip aka ko'tarib faqat relsda. O'zi aqabaqa bo'lishi bo'ladi. Hozir yana qolip kesilgan holatda bu liniyamiz o'tyapti. Qurish jarayoniga. Hozir kesilish jarayoni bo'ladi bu qolipimizga. Relslarni ishlash holatlari, kesish holatlari. Qolip tagiga kelib o'rnagandan keyin uzoqqa 20 sekund tayyor qilib kesib chiqaradi. Ko'rib turganingizda mana troslarimiz ham o'z joyiga kirgandan keyin o'z joyidan qaytib chiqdi turgan joylar. To'g'risi yonidan bir kattaroq teshik ochib, yami ochib chiqqani yo'q, xudo xolasa. Shu o'z kirgan joyidan chiqib, o'z kirgan joyidan tushdi. Endi bu tayyor ishimiz. Bu liniyamiz bo'ladi, aravasida. Qurish jarayoniga chiqib ketadi.
rучной variantdan ko'ra nisbatan ancha oson, qulayligi bor. Polkani ustiga salafani yana yopib, quritish jarayonini boshlanadi. 2 soat davomida quritish jarayoni bo'ladi va bunaqangi sifatli ishlab chiqishni boshlaydi. Ishlarimiz 3 kun 4 kunlik ishimiz uzog'i. 3 kun 4 kundan bo'lgan bunga. Quruq, xudo xolasa, chiroyli qilib diagonallarni qirib qo'ygan jarayonlarni ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Xudo xolasa bular sotuga tayyor. Kuniga 40 ta qolipimizda 480 ta ish chiqadi. Ko'rib turganingizdek, mana 6 ta atrofida ishimiz bor xolos. Xudo xolasa, klientlar ham savdosi ham ancha yaxshi bo'lyapti. O'zi mana qolibimiz ketdi. Endi shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasiz. Sifatli, chiroyli qilib, polni avtomat, full avtomat, rучной variant, balistra blok, shlaka blok, qanaqa sohadan kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib, olib borib, o'rnatib, sonatga qilib, ishlash jarayonlarini ko'rsatib, bir ko'rsatib chiqarib berib kelamiz.